Assalamu alaykum. Ekran oldidagi ixlosmand ko'raman do'stlar. Yaxshimisizlar? Men riyosatchi Xumaray Baxtiyor. Davrimizgacha yetib kelgan har xil chalg'u asboblar insonlarning hayot go'zalliklarini musiqa tili orqali namoyon qiladigan buyuk kashfiyotlardir. Biz Uyg'urlarmi ana shu dard alamlarimizni, baxt kulkilarimizni asrlardan buyon mungluq naqshi musiqalarimiz orqali ifodalab kelayotgan qadimiy bir millat. Bugungi darsimizda biz yana dutlar haqida to'xtalamiz. Qanamizda qitinglar, ikkinchi son darsimizda bo'lsin. Assalomu alaykum, hurmatli ko'ruvchilar. Uyg'ur Yevropa ansamblining dutlar darsxonasiga tekrar xush keldingiz. O'tgangi darsimizda dutlarga tarni qanday silish va dutlarni qanday sozlash haqida dars so'zlagan edim. Bugun sizlarga 3 xil mazmunda dars so'zlayman. Buning birinchisi dutlarning qisqacha tarixi. İkincisi dutlarning qurilmasi. Üçüncü mazmun, en mühim olan mazmun dutlardaki perde ahanglarının notadaki o'rni qatorliq 3 mazmun to'g'ri so'zlayman. Diqqatinglar birinchi bo'limda bo'lsin. Hammalar ma'lum bo'lgandek, dutlar Uyg'ur xalqimizning chakma chalg'usi bo'lib, fors tilida qo'shtar, ya'ni juptar, ikkitar degan ma'nosi bor. Milletimizin ecdatları onu 15. asırda Uygur ilideki hukumuşluk zatlar arasında Parisçi sözlaş modu boğan mezgilden başlap Parisçi nam bilen atap gelgen. Ameliyette bu xil çalgı asaplarının 14. asırda vatanimizde keng tarqalganlığı hakkında meşhur sayahatçı Marco Polo'nun hatırsında yazma malumatlar kaldırılgan. Dutlar Uygur çalgılar içindeki tarihi bir kadar uzun boğan bir saz, ama ma'lum bo'lgandek bütün Uygur ailelerinin közgü çalıp turgan yerde dutlar esiqliq. Şundan ko'rilish bo'ldiki, xalqimiz dutlarni intayin qadrlaydi, hem ailevi çalgı asbab bo'lib hisoblanadi. İsmetullah Möcize 1855 yıl yazgan Tevrahi Muskayin degan asırda dutlar 15. asırda yaşagan Xurasanlık Mevlan Ali tarafini icad kılgan deyilgen. Demek 14. asırdan başlasak, 15. asırdan başlasak dutlarning tarihi xilal uzun xalqimiz ichiga kengri tarqalgan. Bugungi so'zlamoqchi bo'lgan ikkinchi mazmun bo'lsa dutlarning qurilmasi. Qulamda tutulan mana dutlar 10 xil türden tarkib topadi, 10 bo'lakka bo'lindi. Bunda boshqa mana rasmda ko'rsatgan aniq dutlarning quliqi, dutlarning o'zidan ko'rsatay sizlarga. Dutlarning quloq, birinchi quloq, ikkinchi quloq, tankash xariki, mana bu tarni tangshab turgan tankash xariki deb ataladi. Moyadagi xarak asosli xarak deb ataladi. Dutlarning tankash xarikidan dutlarning bo'g'izig'icha bo'lgan orliq dutlarning dastisi deb ataladi. Bu dutlarning pardalari dutlarda asosan normalda 15 parda var. Xuddi xalq qo'shoqlarida aytilgan dutturum 15 parda, bosh parda yomon yerda. O'ynag'ila qo'ymamdim, ko'nglim xoliga yer degandek 15 parda bor. Hem ehtiyoj asosan ko'rib turgandik, bu 7 parda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parda bunga ehtiyoj asosan qo'shimcha qo'yilgan. Chunki bu pardalar bo'lmasa bizning ahanglarimiz to'liq chilinmay qoladi. Lekin 15 pardada ko'plagan musiqalarni chag'im bo'ladi. Endi bu ko'rib turganlar dutlarning yuzligi bu uzunluğu 55 cm atrofida bo'ladi, kengligi 33 cm atrofida bo'ladi odatda. Bu ko'rib turganlar Tara adat 3 aydan, nilondan, jipakdan yasaladi.
Hazır bu ko'rib turgan tara, nilon tara bu odatda bir tuzib qo'ysa asa yenib ketmaydi. Üçey tara asa yenib ketgan bo'lganligi uchun hozir nurg'un sazandalar bu shu nilon taraga kunib oldi. Bu shuni ishlatyapti hozir. Eng oxirgi bu nuqta duttar tara ilg'ich. Tarımızda muşunun ilimiz andikin kulakka bağlayımız, iki kulakka. Bu su avazdan tatip müşakkagichi bo'lgan arlıq taxminan dutanın boğuzu deb atladı. Boğuzdan tatip muş arlıqның hammasi dutanın beşi deb atladı. Ma resimde aniq ko'rsatilgan, texim aniq bo'lish uchun mana tankash hariki, pada, yüzlik, muşunun hammasi tara, harak, tara ilg'ich, eng oxirgi dutanın beşi, bo'g'zi, mush ko'rsatilgan taraf, dutanın dastasi, istirlik arliqlar aniq ko'rsatilgan, dutanın quluqi. Dutanınki hariki, ko'rib turgansizlar harak 3 cm kenglikda, 1 cm egizlikda bo'lib, bu üzme yağışdan, ürük yağışıdan yasılıdı. Dutlar adette üzme yağışıdan yasılıdı. Bu nakışları körep doğduğunda bizning istikar dutlar yasıgıcı ustamlarımız intayin nefs çıralik yasıgan, bu nefs çıkan yasalgan bu nakışlar tügünün süngüke, tügünün kuvurga süngüke yani. Kalanın müngüzüdün kesip bir taldan mana körep toğunaldık müşaki koyup müşdak nakışlarını yasılıdı. Bu hem de Kaşqay'da yasalgan rahmetlik İsa'han ustam yasagan nefs dutta bulup hesaplandı. Duttanın kurulması hakkında menimce hazır muşinçilik sözlep turay. Bunu tepsili bilginler bolsa bu şu bayatın ekranda ko'rsatgan uçurni men yo'llab qo'yman YouTube'ga. Shundan tafsil o'qisangiz bo'ladi. So'zlamoqchi bo'lgan 3-muhim mazmun duttardagi pada ahanglarning notadik o'rni. Duttarning ovoz doirasi kichik harfli guruhdagi so ovozdan kichik harfli ikkinchi guruhdagi so ahanggacha 2 oktav bo'ladi. Ma resimda aniq ko'rsatgan so ovozdan so ovozgacha kichik harfli ikkinchi guruh so ovozgacha 2 oktav bo'ladi. Endi tuanda sizlarga duttar cho'ng sozga tangshilgan vaqtida bu ovozlarning notada qanday ifodalanganligi, qanday chiqadiganligini amaliy mening mush duttarimda sizlarga ko'rsatib tushundiraman. Hozir bu dutta ray bilan so ovoz tuzilgan. Birinchi oktav bo'lsa mush chiqayotgan ovoz so, do, shi, la, so, mi, fa, so. Hazır körep toğunda birinci oktav tügüde, ikinci oktava yani so'dan başlandı. So, yarım ovoz yuqori so, la, shi, normal shi, yarım ovoz yuqori shi, do, yarım ovoz yuqori do, re, mi, yarım ovoz yuqori mi, fa, yarım ovoz yuqori fa, so. Ko'rib turgan olduk, so rayga, yani cho'ng sazga tangshilgan vaqtida duttarimizning ovozi mushundoq chiqadi. 2 oktav deganimiz, yana bir takrorlasam, hozir padin basma urgan vaqtimda so ovozdan so ovozgacha. Bayatın urganning hammani sizlar ko'rsatib qo'ydim. Urgandan keyin tarni besib turib urganda qanday ovoz chiqadiganini ko'rsatib qo'ydim. Bu deganimdek rasmda aniq ko'rsatilgan. So
ovozdan, tarni umumiy vaqtdagi so ovozdan mush so'g'ichi bo'lgan, ya'ni mush so'g'ichi bir oktava, bu so'dan eng oxirgi bu so'g'ichi orliq 2 oktava degan 2 oktava bo'ldi. Endi nima uchun yana 2 oktavadan jiq yo'lmada padlar qo'yilgan deganda ehtiyoj asosan bu padlar qo'shimcha qo'yilgan. Chunki nurg'un xalq ahanglarda mushu padlar ishlandi. Bu ma'ni yerim padim deb qo'yamiz. Masalan, hozir bir xalq ahangga chep baqsam, hozir ko'rasiz amaliyotda qanday ishlanganligini. Mana bu dutta ray bilan so'g'i tuzilgan vaqtidagi ovozning chiqishi. Hozir amaliyotdami bu qo'shimcha padlarninki nima uchun qo'yilganligi ko'rdim. Agar bu padlar bo'lmasa, bayatdan men chaqan ahangni to'liq chiqargan bo'lmaydi. Bayatdanki sizlar ko'rsatgan sazlash bo'lsa, cho'ng sazlash. Hozir kichik sazlagan vaqtida duttaning ovozi birinchi oktav, ikkinchi oktav qanday chiqadi deganda hozir sizlar ko'rsataman. Hozir turimiz ray bilan so'g' tuzilgan holda. Hozir biz cho'ng kichik tuzakda ray bilan la bo'ladi ovozi. Birinchisi o'zgarmaydi, ikkinchisi hozir doktorimiz ray bilan la ovoziga tuzildi. Endi bu vaqtida bu mi ovoz bo'ldi. Mana ray ovoz chiqdi, ray. Mana birinchi tarim ray, buni tutib vaqt ray. Duttaning tuzilgan, tuzilmaganligini bilish uchunmi ba'zi vaqtida bu shundoq ikkili tarim tang urib baqqan vaqtida o'xshash ovoz chiqsa, duttaning tuzilibdi deb tushunsak bo'ladi. Shundan bundan boshlab yana so'g'icha bir oktava. So'dan tortib yana bir so'g'icha 2 oktava. Buni bayatda men ko'rsatib qo'ygan. Buni tafsil texmi yaxshi bilishinglar uchun mana hozir men ko'rsatgan ekrandagi notani ayrim holda dutronlarni cho'ng sozga tangshab nota bo'yicha chapaqishinglar kerak qayta. Yuzanglar ovozini chiqarib baqishinglar kerak. Undan keyin kichik sozga tangshab nota bo'yicha midin tortib shu so'g'icha qanday ovoz chiqadiganligini yaxshi mashq qilishinglar kerak. Mal o'ng tarafda mana odatda qo'shimcha pad qo'yilmagan duttaninki padlarninki notada ifodalanishi. Hozir mana 0 deganimiz tarni umumiy vaqtda, tarni basmagan vaqtda, tarni basmagan vaqtda chiqqan ovoz ray chiqadi. Boshqa vaqtda uyg'on ovoz besib turib uyg'on ovoz bir ovoz, yarim ovoz yuqori ray chiqadi. Unda keyindagi mi, fa yana yarim ovoz yuqori fa, so'ning qarshi tarafidagi ustidagi tarning besib tursang, undan chiqqan ovoz do ovoz chiqadi. Keyindan yarim ovoz yuqori so, la, yarim ovoz yuqori la, shi, do, ya'ni yarim ovoz yuqori do, ray, yarim ovoz yuqori ray, fa, mi, fa, yarim ovoz yuqori fa, so. Ko'rsatganimdek 2 oktava. Ustidagi so'dan birinchi oktava so'g'ich bir oktava, bu so'dan eng og'ir 15-pada so'g'ichi 2 oktava. Hozir bu rasmdagi duttaga qo'shimcha padlar qo'yilmagan.
Hazır 15. suadın tatip yani 5 perde koyuluş mümkün. 5 perde koyuğa vaxtıda benim tutturum okşaş bana. Bu doğdu toxtaydı. Eğer yani texim o avazla kirek boğa vaxtda do, re, mi, fa deb taki müşagiçe perde koyuş mümkün. Adette muşu kösetkinimdek do avazda nurgun muqam ahanglarını, xalq naqşlarını, ijadi naqşlarını muş yuqori kösetken muş perdeler arqılıq çağın boludu. Vaqt münasibet bilan bugungi ders müşahid ayaqlaşdı. Keyingi ders kurashgacha hammalar Allohga topshirdim. Allohga emanet.